Насколько сильно захотят они изменить свое время, когда ценностями для них становятся ценности материальные. Kelajak yoshlarimizga shunaqa bir qanaqadir mana shu 10 yillikni 15 yillikning ichida shunaqa bir tashviqot olib borildiki, hozirgi kunda umuman rus tili esdan chiqib ketdi birinchidan yoshlar orasida. Ikkinchidan umuman tariximizda shunchalik ruslarga bo'lgan munosabatimizni yoki ularning bizga bo'lgan munosabatimizni bir qanaqadir ko'rsatishdiki, bular vahshiy bizani bir umr hali kishanlarga solib olib kelib yurgan, qul qilib olib kelib shu kungacha ushlagan bir millat tarzida ko'rsatishdi. Men bilasizmi, men baxtli odamman. Men shu paytlarda masalan 60-yillarda, 60-yillarda, tug'ilganimdan masalan shu maktabda o'qidim. Keyin o'zimizni Toshkentda uchilishi butun ittifoq nima deydi, ittifoq taniydigan o'qish, juda ham kuchli bir o'qish jarayonida dastgohida o'qidim. Binkov nomli rassomchilik uchilishida. Buni butun SSR qancha davlat bo'lgan bo'lsa, hammasi kelib shu yerda o'qirdi, ko'pchilik kelib. Shunchalik kuchli bir qanaqadir o'quv yurt edi. Hozir nol. Yo'q, как будто bo'lmagan u narsa. Institutimiz o'shanda Ostrovskiy nomli edi. Keyin mendan uy bo'ldi. Teatr bilan birga birga bitta korpusda o'sha yerda ishlardik. Bilasizmi, butun Rossiyadan, chet eldan, xorijdan kelgan katta professorlar shu o'zimizni kassaga hayratda qolib ketishardi. Shunchalik o'quv, ba'zilar o'quv mashi berishinglar shu kelajak rassomlarga shunaqa kuchli ekan deydi. Bunga prosta hayratda qolish mumkin degan darajada baho berilardi. Hozirgi kunda institut yo'q. Bekzod nomli san'at va dizayn instituti bo'ldi. Institut nomi bor. Masterskoylar yo'q, o'quv xonalari yo'q. Bor bo'lsa ham arosatda qolgan. Biz kelajakda etikani eng yuqori darajada, eng yuqori saviyada tarbiyalovchi kelajak nima deydi, arboblarini tayyorlash manaqa bir ko'rsangiz nima deydi, juda ham yomon ahvolda. Menimcha bu tashvishli hol, menimcha juda ham bir og'ir bir holat. Albatta, hozirgi mustaqil davrimizda ko'rsatishadi televizorlarda. Kollejlarni ko'rsatadi, hali образцов показательный degan bir anaqa tushunchalar bor. Mana shunaqa mazmunda albatta qo'yilyapti, ko'rsatilyapti, qanaqadir sharoit yaratilyapti. Men tushunmayman. Bizda ikkita davlat yoki ikkita hayot yoki ikkita tushuncha hayot, bir qanaqadir davlat uchun bir hayot yo'nalish programmasi bo'lyapti yoki past nima deydi hayotimizda yoki haqiqiy hayotda boshqacha bir yo'nalish nima deydi tushun bo'lmaydi bu narsalarga. Я вообще не понимаю, что вообще происходит. Я не понимаю, как будто это, я не знаю, мы еще не такие феодалы и не такие капиталисты, не такие вообще развитые, чтобы уже на кастовые какие-то, в общем, разделять, понимаете, общество наше. Это высшая каста, это низкая каста. Социальный уровень студентов, которые, в общем, пребывают у нас, это самый тяжкий и тяжелый. Контракт. Мы поторопились опять. Мы на весь мир, вот грудь, вот кулаком бьем, мы тоже не хуже вас. Извини, пожалуйста. Мы хуже вас. У вас там социальный уровень, конституция, законы уже несколько сотнями лет уже как бы уже отработаны, отшлифованы. И социальный уровень. Нормы демократического устройства. Да, а у нас экономика самое главное отработана. Они не знают, кто у них президент, кто у них там премьер-министр. Они только законопослушный народ,
Они знают свою конституцию, и они знают, что требует от них. И вот отвечают, соответственно, на тех уровнях, которые, в общем, не на уровне, скажем, руководства страны, на исполнительском уровне. Вот они ведут свои диалоги. Это им достаточно. У нас каждый вопрос решает, скажем, руководство. Чиновник. Чиновник решает каждый вопрос. Извините, пожалуйста. У нас мы сами ничего своего не можем произвести. Зубной пасту не можем произвести. Элементарно, какие-то вообще непонятные дела происходят. Я в этих вопросах не разбираюсь. Какие-то дела происходят, которые вообще это никакого отношения не имеют нормальной, понимаете, нормальному функционированию, развитию благополучному нашего общества. Сегодня нет узбекского народа, нет узбекской нации, точнее, потому что народ сам по себе не может высказать свои боли, свои чаяния. Он не может высказать, он ведет рабский образ жизни. Он вынужден бороться день изо дня за существование, не за жизнь, а за существование. А те люди, которые могли бы противостоять этой власти и которые должны были бы выражать всю боль своего народа, они практически бессильные. Те люди, которые это могут сделать, они разобщены. Их очень мало. А те люди, которые могли бы это сделать по статусу своему, мы якобы называем их интеллигенцией, они, извините, на коротком поводке. Ijodkor, yozuvchi, shoir xalqni dilidagini aytishga mas'ul bo'lgan alohida toifa. Chunki hukumatni o'zini vositalari bor, kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan vositalari bor, sud prokuraturasi bor, armiyasi bor va hokazo va hokazo. O'ylab qolaman, xalqni nimasi bor? Xalqni kimi bor? Qachonki o'sha davlat xalqni tepasida turgan, boshida turgan, yelkasiga o'ltirib olgan davlat shu xalqqa manfaatini ko'zlamasa, xalqqa manfaatiga xiyonat qilsa, xalqqa manfaatiga zid olib borsa, zid ish olib borsa, ana unda xalq kimga suyanishi mumkin? Nazarimda faqat o ziyolilarga, shoir yozuvchilarga suyanishi kerak. Men shunday o'ylayman. Понимаете, вот эту цензуру до сих пор она есть, она очень сильна. Я как писатель это знаю. Хотя официальная цензура отменена. Но цензура есть и еще очень изощренная. Если раньше в одной организации выполняли функции цензуры люди официально сидящие там и работающие, то сейчас все главные редакторы газет, журналов, радио, телевидения и так далее, всем им вот эти функции вручены. Понимаете? Когда раньше главный редактор говорил, я ничего не могу, там цензура, то сейчас он это не говорит. Он сам теперь рубит. Понимаете? Так что цензура не ушла. Не надо обольщаться на этот счет. Цензура есть, и какая еще есть цензура? Дело в том, что нам цензуру не выливать в кровь надо, а выкачивать из нашей крови вот эта цензура. Хотя говорят, формально нет цензуры, я все время думаю, правильно написал это слово, правильно написал эту строчку. Пойдет она, не пойдет она, может быть, я обойдусь без нее. Все время вот этот цензор, вот этот тень, который вот здесь находится, или вот здесь находится, все время держит свой меч над моей головой.
bu matbuot erkinligi degan gapimizga biz hozir yaxshi e'tibor bermay qo'ydik, erk bermay qo'ydik. Hamma gazetalarimiz masalan gazeta nima uchun kerak? Ya televideniya, radio nima uchun kerak? U xalqni hayotini haqqoniy televizorda hamma yoq qo'shiq aytib, atlas ko'ylak kiyib, qahar xuddi shu haqda yozganda literaturniy gazeta men muxbirman. Abdulakat bilan men olganman o'sha. O'sha borgan kuni ertasiga chiqarib yuborgan Moskvada. Va bizda ancha o'shanda biroz janjal bo'lmagan desam ham adolatli bo'lmaydi. Lekin qaharga hech kim tegmadi-yu. Qahar o'z ajali bilan o'ldi-yu. Rahmat. Joyi jannatda bo'lsin. Mana o'sha matbuot degan. Hozir men o'zim kuzatishim, balki men ham yanglishayotgandirman. Juda ko'p odam televizorni ham ko'rmaydi, radioni eshitib, gazetani umuman hech kim o'qimaydi. Halbuki bizda 590 ta gazeta chiqadi. Birorta gazetada, viloyat gazetalari, ana o nima deymiz, tuman deymizmi? Tuman gazetalari, birorta bir jiddiy tanqidiy maqola men ko'rmayman. Nima uchun endi buni aytmaslik kerak boshqa? Biz nima jahonga chiqib ketdikmi juda? Katta sayrab ketdikmi? Bu matbuot erkinligi degan gibi shiorga biz ham qo'shilganmiz. Biz ham shuni aytganmiz. Hozir shuning uchun matbuot, men aytyapman-ku, men bekorga aytmadim. 750-800 mingga chiqqan adabiyot gazetasi. Hatto o obkomda men qilib qo'yganda yo'q, avval Qizil O'zbekistonga, partiya gazetasiga yoziladilar, keyin adabiyot gazetasiga yoziladi. Shunda ham odamlar yozilgan baribir. Hozir adabiyot gazetasi 10 mingga yetmaydi, 4 ming, 5 ming tiraj chiqadi. Jurnallarimiz 400-500 tirajda chiqadi. Nusxada deymizmi o'zimizcha. Bu endi bunday matbuot, masalan, bunday matbuotda nima naf endi? Kimga bu foyda? Davlatga ham bunday matbuotda nima keragi bor? Odamlar buni o'qimasa, amasa endi oladi, ba'zi narsalarni chiqibdi, bunday eshitganda olishi mumkin. Yo'qin, axir bosh gazetamizni ham bosh muhim ilgariga Qizil O'zbekiston, boshqa gazetalarning o'rniga kelgan gazetalarimizni ham tiraji eng ko'pi eshitaman 28-30 ga yetib yetmaydi. Million tiraj 800 ming qatta-yu, masalan 30 ming tiraj. Men ham jurnalist sifatida men bilamanki, xalq o'zini dardini aytsa, xalq, jurnalist, yozuvchi o'zini uni dardini aytsa, mayli yaxshi ishlarini ham aytish kerak, men unga hech qarshiligim yo'q. Dardini aytsagina o'qiydi. Unga mehr qo'yadi, unga yoziladi. U qishloqdagi odamlar endi u gazeta yozilishga ham o'zi turib yetishi uncha yetmaydi meningcha. Endi shunday bo'lgandan keyin biz nimani yutyapmiz? Televizorlarimizni qachon buraman qo'shiq, ashula, raqs. Qachon men ish qilib, menga shundaymi? Har holda o'zini bir kunlik programmasi 24 soat bularniki. Shuni 20 men kunduz bir narsa bormikan deb radiodan qo'yib ko'raman. O'sha gap. Qo'shiq, lapar, o'yin, kulgi. Buni biz axir u hukumatga yordam berish kerak. Qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish kerak buning uchun. Lekin o'sha bizning niyatlarimizga qarshilik qilayotgan hokimlar haqida, bizni yo'limizga chalib, bizni yiqitmoqchi bo'layotganlar matbuotda aytilmasa, ular quturib ketadi axir. Quturib ketadi bu ko'llar. It bo'lib ketadi desa bo'ladi.
Ha shunday bo'lyapti. Я думаю, те люди, которые сейчас бьют в грудь, не зная еще, какие слова употребить, чтобы восхвалить того или иного высокопоставленного человека, как он будет выглядеть, когда все поменяется, когда настоящая демократическая народная жизнь начнется, когда народ начнет требовать: слушай, президент, отчитайся за прошлый год, вот сколько мы заработали, сколько дает республика, и на что ты потратил эти сбережения, которые мы смогли заработать за год. В течение 5 лет, что никто же не говорит, а президент не отчитывается. Вот и получается, что мы ничего не знаем. А как мы будем знать какие-то аргументы, когда ничего не знаем? А газеты врут, телевидение врет. Я боюсь, что вот эти люди, которые работают на эту систему сейчас и рвут на себе ворот, доказывая, что они очень такие патриоты, они тут же повернутся лицом в ту сторону,